Paxtamon. M5 turibdi. Endi bilmayman shu. Bizdan o'g'irladi. Yil avval bo'lgan, ha? Ha, mana mendan qiladi. 2,5 dollarga. Bitta ko'rsa, yana bitta ko'rsa. Boylar mana bunaqa zakaz qilish toqat. Bu yangi oxirgi pokoleniya. Hammaga assalomu alaykum. Oxirgi payt videolarga agarda ahamiyat beradigan bo'lsanglar, asosan obedda va kechqurun olayotgan ekanman. Bugun men sizlarga Amerikada ertalabdan boshlab kechqurungacha kunimiz qanaqa o'tadi va qatlar boramiz, nimalar qilaman va shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatib ketmoqchiman. Soat necha bo'ldi qiziqayotgan bo'lsanglar, soat 6:12 bo'ldi. Hozir men mashinamni servisga olib borishim kerak. Tashlab ketaman servisda. Mashinamni servisga tashlashdan maqsad muoyanani almashtiradi va hamma narsasini tekshirib beradi. Ovozi ancha o'zgargan. Oldingidan ahamiyat bersanglar, hozir bir ozgina qizisin. Qizigandan keyin yo'lga chiqamiz. Xo'p, agarda mahallalarni ham sizlarga ko'rsatib ketish kerak bo'lsa, mana mahallalar mana shunaqa. Masnom ertalab studentlar maktabga ketadi. Maktabda avtobus o'sha to'g'rida ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha yerda to'xtaydi. Bolalarni olib ketadi maktabga. Bu mahallada oldingi videolarni kim ko'rgan bo'lsa, bu uylar endi qurilyapti. Mana shu uylarni qurishga 6 oydan 8 oygacha ketadi. Bu uylar narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, 330 mingdan 420 minggacha bu uylar. Bu uylarning hovlisi yo'q. Mana bitta uylarning esa hovlisi bor. Bular как бы tipa kottej deydi. Bizda O'zbekistonda yoki villa deydimi? Shunga o'xshagan narsa. Xo'p, agar sizga video qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar, chunki Amerika haqida agar o'rganmoqchi bo'lsanglar, ko'proq ma'lumotlar olib chiqaman. Kommentariy qoldiringlar, savollar bo'lsa kommentariyalarga ham javob berib ketaman. Hop, mashinani ham tashlashga olib keldim. Mashina tashlayotganda mana shunaqa joyga olib kelasizlar. Bu yerda polniy BMW'ning o'zining avtosaloni. Ham tamdod o'tasizlar uning orqasidan. Kelgandan keyin sizlarga o'zi odam kelib qaraydi polniy, qayerda nima qilish kerakligini tushuntiradi. Mashinani endi yubermasa kerak, adashmasam. No. Bu yerda ko'rayotganlarning hammasi BMW'lar taxlab ketgan. Servisdan keyin birinchi servis tekindi adashmasam, chunki yangi mashina olganingizdan keyin endi haydalgan, bu to'g'ri olganimda haydalgan edi. No, baribir ham tekinga qilib beramiz dedi. Mashinani tashlagandan keyin ichkariga kirib, mashina arendaga tekinga mashina beradi. Bundan tashqari sizlarga ikkita mashinani ko'rsatib ketmoqchiman. M850 ko'rayotganingizda yangi ekan, 2026-yil. Oldini ham sizlarga ko'rsataman, keyin oxirida narxini ko'rsataman. Oldindan agar ko'rinishi sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, oldin M850, M550 edi, bunaqa M znaki bo'lmasdi. Hozir M znaki qo'yishibdi. Bu yangi, oxirgi pokoleniya. Narxi qiziqayotgan bo'lsanglar, mana sizlarga narxi 117 ming dollar ekan, mana 117 ming 850 mi? Uyoq buyoqlari bilan, naloglar bilan bir 130 minglarga boradi. Mana sizlarga salonlaridan ko'rinishi. Mandagi rang salon ekan. Ichkarilari yangi mashinaniki edi, baribir ham zo'rda. Agar oyiga necha pul to'layman deb qiziqayotgan bo'lsangiz, bir 2,5 ming atrofi chiqadi sizlarga oyiga. Uni to'g'risida ko'rayotganlarda M5 turibdi. Endi bilmayman, shu M5 unchalik menga yoqmadi. Misol uchun sizlarga qanaqa bilmayman. Menga jam unchalik shu mashina yoqmagan. Tashqarisidan mana sizlarga ko'rsatib ketaman. Eski M5lar baribir ham ancha chiroyliroq bo'ladi. Oldidan ham takoy elektromobilga o'xshab qolgan. Meni o'ylashim bo'yicha balkim kimdirlar ham yangisi yoqqandir. Mana sizlarga narxini ko'rsatib ketadigan bo'lsam, M5 133 ming dollar ekan. Ko'rayotganingizda 133 ming 60. Mana bu bilan 15 ming farq. Buni agar sizlarga salonni ko'rsatib ketadigan bo'lsam, mana buni saloni. Oranjoviy salon ko'rayotganingizda, hamma joyi karbon. Mashina yangi tikyapti ichlarida, mana sideniyalari ham mana M5 deb yozib qo'ygan. Bilmayman, yonayotgani sizlarga ko'rinyaptimi? Endi menga eskisi ko'proq yoqadi. Shuning uchun agarda misol uchun pulinglar bo'lsa, eskisini olganinglarni tavsiya qilardim, chunki bu baribir ham gibrid. Lekin mantlari polni karbon ekan ko'rayotganingizda. Yonida yozilgan mana M5. Mashinam mana ham qo'yib qo'ydi. Bu ham o'sha servis qilinadigan mashinalar. Menga mana BMW X3 berdi. Kattaroq mashina ber desam bermadi. Sig'mayman desam ham bermadi. Endi boshqa iloji yo'q. Tekinga berganim uchun mayli, endi hozir uyga borib haydab boramiz. Bu mashina bilmayman, qanaqadir ham oxirgi payt yangi mashinalarcha g'alati chiqyapti-da, boru. Hech shunisiga tushuna olmayapman mana. Salonlari, misol uchun qiziqayotgan bo'lsangiz, juda oddiy qanaqadir ham. Mana eshiklarga ahamiyat bersanglar, nima bu bilan bular? G'alati bo'lib ketgan dizaynlari. Orqasida ham endi sideniyalar, endi bilmadim, menga
Ja unaqa yoqmadi bu mashina. No lekin juda ham uzoq yurar ekan ko'rayotganlarda 551 mayl. Hop, biz ulun olib kelishga keldik. Raju ishlayapti, biznesmen. Ishlarni hal qilyapti. Там все говорили American Express, да, у тебя видели, если она yana bitta American Express. Platinum degan. Haligi Lazbeniki Gold da, bu endi. Bu yaxshiroq. Da. Типа top. M8 olsa shunaqa bo'ladi menimcha. M5 150 larda unaqa emas. Raju nima ish qiladi desanglar, mana shuda, ish Raju. Ana. Ish mana shu. Блин, подожди, нас как $250 to'laganingizni shu hamma bilishi kerak. Tipo Gucci yandan anaqa Kashlolar. Конечно. Ular qayerda yashaydi deb qiziqayotganlarga mana shu ikkinchi etaj adresini berib yuboramizmi? Kimga turishadi bemalol. Mana bu uning mashinasi X5. Mana bu X5 esa qo'shni mashinasi. Bular bir xil bo'lsa keladi-da. Практикаларда, короче. Raju mashinasini orqasidan M8 ni olib tashabdi. Mana ko'rayotganinglar. Baji yo'q. Это же competition. Ha, competition. Когда у меня же белый же. Ha. Rajuning mashinasiga bugun ichib ketishdi mana. Olib tashlagani uchun ketishdi. Потом, короче, механик скам оказался. He wanted to charge me $400 for nothing. And he talked to him. Короче, broker olib borgan treylerni bunga $400 charj qilmoqchi bo'lishdi. Bu brokerdan 600 oldi. 400 mexanik charj qildi. Keyin politsiyaga beramiz dedi u. Keyin biz aytdik, tipo, politsiyaga bersam berur. They're not gonna do shit because nobody signed a contract, nobody agreed. I listened to a recorded line. Tipo, мы ничего не listen не сделали. Respectful come down to 200, говорим, короче, we're gonna pay. That's what they did. Raju 400lik bo'ldi yo'q joyda. Shunga manba baraka olib keldi. Ularni fitga yaqinat beringlar, takoy. Klassika, tipo Coach, Polo, Dior, Burbur. Yo'q, Tom Ford. Tom Ford. Hozir tepa past Lukiz nechi pul aka? Arzon. Baraxolkadan olgan. Raju biznesmen. Abu Zahir olib keldi. Nechi pul bo'ldi? 200 ming so'm. Ya, 100 ming. Raju ne yuvib ketdingiz videolarda? Tachi, hammasi sizni xolayapti oxirgi payt. Ulug'ni hech kim aniq qilmayapti o'sha. Mensimayapti. Tugadi meni davrim. Era ulug'i tugadi. Эра, новая эра. Raja. Time. Rajuni olib tashladingiz anaqa bejizni. Керамику ставлю полностью. Yo'q, Да. men bilan qora aytirasizmi? Керамика, знаешь, что это керамик коутинг? Bilaman. Нормально. Kirib tushsa-chi, suvni olib tashlaydi. Да. Real keramik qo'shimiz. Bu nima suvlash kerak? Дождик же вчера был, брат. Завтра тоже дождик. Это я на его рано. Короче, bir haftada 3 marta mashina yeyman da. Siz qancha cho'mirsangiz, mashina ham shuncha cho'miradi. Abez 2 marta bo'ladi. Raju var. Kachok chiqadi. Sandan oshib ketdi Raju va ular. Gurjisi borami? Yo'q, keyin haftadan boshlaydi. Ham Bugun nima qilamiz, nima ish qilamiz? sani kiyimingni ko'rishga keldik. Да. Stilimku bu. Жарко. Нет, это не очень тепло. Cho'pli. Потрогай. Не теплый. Qishda kiyadi, buni ular. Qishda kiymaydi buni, voy. Qarang, ha. Zo'r. Когда купил? Kecha olib chiqib vaqtashga chiqibdi-da. Скидки. Летний сезон же сейчас. Скидки. Sizga qimmat turadi. $175. Bu nima? Kaplan $45 olamiz. Skidka bilan 100 anaqa. Buni oldim, keyin anaqa oldim. Polo oldim. Ralflar ammo bu US Polomi? Ralph Lauren. Ha. Deysan Ralflar? Ralflar. H&M? Yo'q, bu anaqa. Bu ham Ralph Lauren. Qo'y. Boy. Haftada qancha qilasiz? Yetadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y Ralflar. Maqtanish uchun kiyib chiqdi-da. Ozashti, на видео пусть. Video. Ha. O'zingizga ko'ring, ana nima bu? Обычно. Gapirib tashladi. Mana Alonichi, men qizg'anganim uchun pul olmadim. Alo, mana shu futbolkaning o'zi nech pul turadi? $50. Qatta $50 turadi, $125 turadi. Mana bu soatni qaranglar. Fake China. Qanaqa China? Original ko'zim ko'rganman otgan. Qaranglar.
Endi qaranglar, mana buni. Bu Ronaldoniki mi? Ronaldodan chopib olgan u. Ronaldo kiygan keyin. Qaranglar, Ronaldo mendan ko'chirdi. 10 ming so'mga olgan mana shu tonni ham. Я вообще смотри. Mana buni qaranglar, Nike, Смотри. Air Force, limited edition. Поменять себе посмотри. $40. $40. Все. Mana bu nechi bu? Стоп. Видишь, грязно уже. Mana sharvar Yusuf mana rasmni ko'rsin. O'sha siz bomj bo'lib yuraverasiz, mana lekin Ya, mana. o'zini yaxshi ko'radi. Mana. Bu men. Bizdan o'g'illar. 2 yil avval bo'lgan, ha? 2 Ha, yil. mana mendan ko'chirdi Ronaldo. Ko'chira, Mana shundoq. qo'llarini ham qaranglar, qo'lini ko'rsatdi. Mana bu ham anaqa Ana qo'lni ko'rsatyapti. Ronaldo ham qo'lni qildi. Ha, akasidan o'g'irlabdi-da. Masalan, shunga Ronaldo ko'chiryapti bizdan уже. Shunaqa erraga keldik. Prime hozir, aura deydimi, nima deydi? Sizda olib ketyapmiz. Bo'ldi. Sizlar bilan gaplashishim uchun pul to'lashinglar boshlashinglar kerak. Ha. Hozir Ronaldo bilan gaplashuvdim. Qanaqa kiyinadi dedi bugunga. Ha. Tushuntirib ketdim. Cho'kchimu, Alodan olasan futbolka dedim. 120 Cartier soat olasan dedim. Xitoydan zakaz qilgan dedim. Boshqachasi bo'lmaydi. Achki ham achki kiygan dedim mana. Ha, achki nima bu? Porsche-ku bu, to'g'rimi? Yo'q, Porsche emas. Nima bu? Даже Ronaldo achki ham shunday Porsche kiyib bu. olgan. Mana shu Porsche achki bo'ladi. Bir xil achki Ronaldo bilan ko'rsan. Ha, bir bilan ko'chiryapsizlar endi, aka-uka. Ronaldo уже mendan ko'chiryapti. Aka-uka ko'chiryapsiz. Raj achkisi maqtanishga o'tirdi. Вот это теперь все дороже, чем у вас. Padarak bo'lgan. Uludan. Uludan. Voy o'rtog'im. Shunaqa o'rta hammaga bo'lsin. Voy. Inshaalloh. Forbes. 2030. Не Forbes, а Sopov. Наоборот. Минус. В обратную сторону делаешь. Улугбек, назад как будет прочитать? Это сложно. Гулу. Гулулу, да. Кебулу. Кебулу. Кебгулу. 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 Знаешь, как будет раджу? Удждар, то есть удар, понял? Абдул Лазиз. Zizal. Зак, блядь. Не знаю. Abdulaziz. Zizal. Zizalbatmi? Zizalbami? Lizalda ekan. Astagfirulloh. Bossga keldi hozir magazinda kiyimlarni ko'rishga. Mana bu Demson Idrismi? Unaqa Snowfallda chiqqan bolami? Ha? O'sha? Xuddi shunaqa ekan, menda ham mana. Bir xil stil. Mani stilimni oxirgi payt hamma ko'chiryapti-da. Да, какой же, как у меня. Понял? Так, примерили его? Примерь? Вон там вот примерочно. Hey brother, how are you? $2 тепас. Осторожно, да? Чурвормаш керек, да? Можно я сюда поставлю? Очки нет. Не, вот здесь можно вот так поставить, нахуй qo'ysa bo'ladi-yu. Типа sen mensimayapsan, ya bo'lsa. Stilga ahamiyat bersanglar qanaqa endi bilmayman. Menga misol uchun qiziq mana shunaqa stilda. Yaxshi turadi. Tip Amerika, ku. Deport qilishmaydi seni. No ko'radi, amerikanец ekan deydi. Chempionat meri boshlanayotganligi mana shunaqa har xil davlatlar o'zini support qilsa agar davlatlarni shu yerdan kiyim olsa bo'ladi. Misol uchun Amerika, Italiya, Braziliya, Ispaniya, Kolumbiya, Meksika va hokazo. Narxlariga qiziqsanglar, Boslani misol uchun mana tepasiga kitsam, hozir raju ko'rayotgan misol uchun tapchkalarga qiziqsanglar ham bular narxlari shu 150-200 dan boshlanadi. Toshkentda bilasam, hamma hozir Bosda yuribdi. Fake Bosda. 150 ming so'mga olishadi. Tepa past 200 ming. Toshkentda uchirgan. Lekin Amerikada ozgina pul bo'lib qolsa, ana traktor yurib pul bo'lib qolsa, birinchi o'chirish Bosdan keladi. shunaqa. Futbolga olishadi. Bosda. Shunaqa. Lekin kiyimlari yaxshi, просто bizdan o'zbeklar ko'p kiyib, ana qilib borgan. Bornal olib ketgan. Ko'p kiyim olgan. Dior Savage bor-ku. Siz ko'p odam ishlarkan, siz ishlaringiz kelmaydi ekan. Xuddi shunaqa-da. Sizdan o'qib. Bosdan bitta mashinam bor-da, mana. Bo'l boshqa narsam yo'q. Futbolka. Qaysi? Polo. Polo-ku. Yo, polo o'ymaydi, Bos. Bosiydi-ku, liniyalari ham bosiydi. Mashina kiyganimda Bosni bo'ylagansan sen. Hi. Good. How are you? We're waiting for our friend. He is. Sure. Thank you.
Shunaqa gap. Ana Raja. Нормально? Да? Да, ну ты с чем будешь его делать? Красиво. Смотрю, а зачем мне это делать? Когда ты будешь это делать? Какая тебе разница? Зачем тебе это делать? Ko'rolmayapti u yana. Ko'rolmayapti emas. Yaxshirog'ini ol. Shu bitsepsini shu quvuradi. Нормально или нет? Yaxshi. Не, хороший. Menga ol. С чем он надевает? Qora shimlarga. Bunaqa shimlar emas. Я понял. Semi-classic. Siz klassikalardan kiysangiz yaxshi bo'ladi. Raja olgan bo'lsangiz $70 futbolka oldingiz-da. Sizlarda maktablarda manaqa bola bo'lganmi? Bormi dedi? Bormi или bo'lganmi da? Abijan hammada. Hech kim bilan gaplashmaydi, вообще. И то kichik bo'ladi. Tipa botanika o'xshaydi, lekin kichik bo'ladi. Bo'ldi, kulma. Ajoyib chiqarib qo'ydi. Raju plyus ko'payib ketibdi oxirgi paytda. Alhamdulillah. Yo'q, bu mos. Ulug'bek olib berdi yana. Ha, yana ulug' olib berdi. Ha, shu yerda tekshirdi. Ulu shu tinda necha puling bor hozir mana? Kam. 100 ming chiqadimi? Rasxodlar bor. 100 ming ko'kat chiqadimi? 100 ming nima u, aka? Yeydigan narsa. 50 ming. 50 ming nima u, aka? Yeydigan narsami? 25 ming. 25 ming nima u? Yeydigan narsami? 10 ming. Ya. Aldayapti. Puldan ko'rmaganman. Uluni shu yerda hozir necha pul bor, Raju? 50 mingdan pastmi, tepami? 450 ming. Uludi 450 ming bo'lsa-chi, biz bilan gaplashmasdi o'zi bor. Da. Uluni shu yerda 450 ming bo'lgan kuni rasmani qarzi 4,5 million bo'ladi. Yaxshi gap. Minusdan. Bo'lsa, panu Amerikadan oyligingiz qancha ko'p bo'lsa, tipa ko'proq kredit beradi-ku. Ular ham xuddi shunaqada. Misol uchun 100 ming topsa 1 millionlik uyda yashagingiz keladi. Ya hazillashamiz, ularning shu yerda puli ko'p. Germes oyoq kiyim tapchik olib bersa, xudo xolasa. Raju mashinangiz isqirti chiqib ketibdi, xab bo'lmang. Yoribsa, mashinani. O'zingiz haydaysizmi? O'zingiz haydang. M4'ingizni. M4 nima? M8 o'zi. M8 competition qo'ymoqchi mashinachisi qilib. Shu Raju umra maqtanib o'tyapti-da oxirgi payt bor-ku. Umra maqtanib o'tyapti. Shuning uchun kimga o'xshasanglar o'xshanglar, Rajuga o'xshamanglar. Menga o'xshamaydi. Mendan zo'r bo'ladi inshaalloh. Motivatsiya bermaysanmi yoshlarga? Xo'p. Bitta narsani aytib o'taman. Xcloud Consulting ishi muvaffaqiyatlar nima deydi? Uspешно olib boryapti. Da, hamma studentlarimiz rozi, xudo xolasa, hammasi cho'tki. Xudo xolasa yaqinda studentlar kutib olishga chiqamiz biz. Nyu-Yorkka uchamiz, Aziz. Inshaalloh. Nyu-Yorkka uchamiz, iloji boricha Orlandoga qurishga harakat qildiradi. Assalomu alaykum. Kiyobdan ko'rsatdik. Hozir oldi o'zi. Lekin yarashibdi, Raju. Buyursin. Rahmat Ulug'bek. Buyursin, yarashibdi. Kerak bo'lsa aytasizlar. Qarang, mana bu anaqasi ham bor, cruise kontroli ham bor ekan. Klimat kontroli, uzr. Xo'p. Nima demoqchiman? Hamma narsa birinchi очередь Allohning qo'lida, ikkinchi очередь sizlarning qo'lingizda. Sizlar sababchi bu berishlik kerak bo'ladi. Никому не нужен Ulug'bek. Chunki ko'p so'raydi-da, misol uchun men kommentlarda o'qiyman-da, yozsanglar o'qiymiz biz har doim. Endi bir-birimiz bilan kelishib, nimadan qilib, hamma o'ylaydi, anaqa ota-onamni davrida yuribmiz deb o'ylaydi. U shunaqami, Aziz? Yo'q, ulug' o'zini davrida yurdi. Men to'g'risini desam, o'zimni davrimda yuraman. Ota-onam menga kelishimga to'g'ri yordam berishgan, lekin qo'limga $3000 berishgan. Undan keyin hech bola so'raganim yo'q. Hozir iloji qo'lda kelgancha yordam berishga harakat qilamiz ota-onamizga. Bu yerda ota-onaning pulini ishlatib turadigan bola emasmiz biz.
hamma narsani o'zimiz qilishga harakat qilamiz. Zulfiya apa qarang siz yomonlayapti. Yo, nima deganing voy? Yo, onamni sevaman men, onamni. Number one lady. Number one lady in my life, it's my mom. Aldab qo'yasan hamma. Nima deyapti? Men jinnimisan. Hozir anaqa rost hazillashib gapiryapti, hozir rostagazini poylashib borishadi. Hasan aka. Lekin, yo, main point bu yerda hech kimni yomonlamas. U biza даже hozir onam "Ke o'g'lim 100 ming dollar tashlab yuboraysan" desa, "Yo'q" derdim voy. Aldamaga. Realita yo'q derdim. Yo'q derdim. Oy tashlaysiz, kiz qilib tashlaysiz. Yetardim, anaqa qarz kelib tursangiz olaman derdim. Hazır aparatı. Этот лух можешь там этот вытащить? Voy, mana. Bitta ko'rsa, yana bitta ko'rsa. Можешь там? Kachka. Endi sizlarga bog'liq, misol uchun bekorga biz kachkaga bormayapmiz yoki trenirovkalarga bormayapmiz. Yo'q, qarasang, Self confidence, misol uchun sizlarga o'zingizlarga anaqa уверенность ko'tarish uchun sportlar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. U muhim narsa juda ham. Sport deydi, одна qanchaga? Da. Hop. Raja maqtanyapti kimni? Uring uni. Uring. Tipa Raju Pro deb, bunda o'taymi bunda? Bu rayonda men shu yerda yashaganman-da, birinchi kelganda. Ha. Поэтому наизусть bilaman-da, каждый шаг. Mana shu Rajuni ko'zi menga tegdi, shu Raju maqtaverdi, oxiri zalga chiqa olmayapman hozir borib, travma olib. Sizlar maqtandingizlar, ko'p men qo'llaringizni ko'rsatib, tam просто. Видно, да? Bizni M8 da yurganda soatda edi. Amix qo'lingizga ko'tarib oling buni. Amix уже всё показал. Amex. O'zi Raju to'g'risini aytsa, akasini puliga ko'radigan. Ko'p nima, как будет вопрос задают? Ko'plar savol so'rashadi. Прямо или направо, o'ngga. Как? Ko'plar savol so'rashadi. Ko'plar savol so'rashadi. Qatdan bo'laman. Qatlisiz, nima ish qilasiz? Nima ish qilaman? O'zbek tilidan qatdan bo'laman. Вот. Indiyadan bo'laman. Qirg'izistondan bo'laman. Город Osh. O'zbek tilida shu yerda o'rgandim. Mana shu bolalar bilan gaplashib, ya быстро учусь-da, короче. Фотографический память. Фотографический память. Поэтому Ingliz tilini qatdan o'rganasiz? 50-50 qilaman. TikTok'dan o'rganasiz, Ingliz tilini TikTok'dan, UFC'ni qarab, press-konferenslarda как-то так. Я, короче, сам необычный, да, такой человек. Да. Conor gaplarida yotdi. Confidence is key, period. O'zi ingliz tilida Conordan yodlagan. To'g'ri. Qanaqa edi Conor? Look like a 50 years old retired skateboarder. Ya shu ingliz tilini bilmasdan turib Amerikada M8 qanday ish qilyapti, Raja? Насчет этого всего nima ish qilaman? Ha. Ish qilmayman. Dalamboy, inshaalloh. Akalarim bor. Akalarim boylarda, alhamdulillah. Shular pul berishadi menga. Ishlamayman men. Naryoq направо. Ha, prямо, to'g'ri. Ya Raju ham ishladi lekin, Toshkentda ishlagansiz, dispetchersiz. Ha, dispetcher bo'lib ishlaganman, Qirg'izistonda yurganda, potom trakovый kompaniyam bor. Bo'ldi, M8 ko'rdik, to'g'ri o'tiring, iltimos. Asha trak kompaniyam bor, asha yerda ishlaymiz-da. Da. Oyiga Raju nech pul topadi deb qiziqsanglar, shu $200. O'zi qog'ozda katta pul topsa kerak-ku, lekin shu akasi olib qo'yadi hamma pulni. Ya hazır bilan Raju akalari berishadi, pul oyini ko'rib qolib keyin. Endi просто Rajuda mana qanaqa ekan, tem. Допустим, oylik kelganda akalar bunaqa pul sanaydi, mana qarayman, mana qapachka bo'lsa $100 berishadi. Na. Assalomu alaykum. Спасибо. Alo, internetda bor, you need 25,000 to be broke dedi. Вот так, да, аккаунт на кешап, да, смотрит, который. Будешь? А то у тебя рот воняет. Будешь? Я голодный сейчас. O'tganlikda ovqatlanishga keldik. Boylar mana bunaqa zakaz qilish toqat.
Biz oddiy odam, biz osh qildi. Xitoydan naborot deshim Ha, yo'q. Nech pul bo'ldi ikkitasi? 75. Ha, yo'q. Osh pul ekan-da. Payizeda. Oshlarida soat puli. Shunaqa gap yo'q, osh bo'lsin. Bu o'zbeklar restorani qiziqayotgan bo'lsanglar, mana Caravan. Uzbek and Turkish cuisine. Bilishadi, уже Bilishmaydi odamlar. videoga berganman. Ha, da. Tekinga reklama qilib berishgan bo'ldi. Mana oshim. Ha, siz armanchar ekansiz-da. Tezroq charchiqish kerak. Ha, shularni qo'yib beringmi? To'y turama. Yoqimli ishtaha hammaga. Mana bizani osh keldi. Спасибо большое. Toshkentcha to'y osh. Toshkentcha. O'zbekcha emas, Toshkentcha. Toshkentcha mikrovolnovka. Ha, mikrovolnovkada isitishdi lekin. O'g'li karavan yaxshi edi. Opaydan qoldi. Aynida karavan. Nimaga ayni deb o'ylaysan karavan? Demasam, Pul ta'sir qildimi yoki nima ta'sir qildi yoki kачествоga ishlashmayaptimi? bilmadim. Buni aytolmayman. O'zligisiga, o'zligisiga qoldirildi uga. Раньше karavan лучше, да, было edi? Не все равно. Я в политику деду, да, politikaga aralashmaysiz. Еда есть еда. Ana. Yani ancha-muncha joydan yaxshi-yu, lekin oldingidek emas vkusi. Shunaqa demoqchi bu ham. Ne он не говорит то, что не нравится, yoqmayapti emas, oldingidan yomonroq. Tipo, oldin yaxshiroq bo'lganda, понял? Ma'lum bizdan ham qorni och, shunga oshni yeb, keyin. Знаешь, когда вкусно было? Ha. Он никуда всего не был, маленький был. Ha, o Naryoda, kichkina joyda. Tavernada. Вкусно, очень вкусно. Делющий, шашлык вкусно был. Izdurishlik sizga normalmi? Ani yurak bilan qilishardi oldin. Да. Raju mashinangizni nima qilmoqchisiz endi? Stage. Bitta maqtanib qo'ying endi. Короче, madam, UK'dan zakaz qilaman hozir. Front lead, там, difuzor, ne difuzor. Keyin ular qo'shma, United Qo'shma. Kingdom. Angliya. qo'shma asirliklar. To'g'rimi? United Kingdom. Qo'shma bir nima? Da, korolevство. United Kingdom. Qo'shma saroyliklar. United Kingdom. UK'dan, короче, zakaz qilaman. Aha. Потом Qo'shma saroyliklar. Adinchuyo degan intake'lar qilaman, carbon fiber. Вот. Потом керамика coating qilaman. Aha. Новые диски поставлю. Stage qo'yaman. Глушитель. Operatsiya etaman, da. Yarmisini qilmaydi. 1 yil haydaydi. Не, он говорит, у него бюджет где-то 15 тысяч, хочешь? Машину. Ha, yo'q-a. 15 ming dollar расход qilmoqchi mashinasiga. Diskini almashtirib, mart bo'lsin. Все будет. Diskidan almashtirib. Короче, ляля будет, да, вот увидишь. Ляля будет. Sani bu mashina olyapsan? Porsche Panamera S olamiz. Nima deysiz shunga? Porsche Panamera olsa yaxshimi yo'qmi? Чтобы песню кричать. Porsche Panamera. Yoki- Ака по колено. GLE 60 GLE 53 olamiz. Ha, qorasini. Qorasi. Endi bitta yangilik bor, tabriklab qo'yamiz. Mana shu o'ziga yangi sumka Hech kim podarka qilmasdan o'zi oldi. Красиво? Da. 2,5 ming dollarga. 1900 евро. Ha, siz yevroda. O'sha Amerikada o'sha yevroda gaplashyapsiz-da bizlar bilan. Leveli boshqa-da, o'sha buni. Ha. Leveli boshqa. Ha, xursandman siz o'rtoq bo'lgan. А так Dior o'zi Uber bilan kontrakti bor-da. Uber olib beradi menga. Ha. Kontrakt nomerini bergansiz. Hatto bir nima zakaz qiladi bolalar. Nima zakaz qilasiz? Bu halol-da. Сидим на троих. Да. Много сладкого не будет. Я не буду сладкое вообще. Я ничего не буду пить. Hech narsa yemayman men. O'zingizlarga xohlagan narsalarni zakaz qilavering, men hech narsa yemayman. Тут раз Raju bilan Ulug' hozir jujutsuga boryapti-da. Agarda qiziqsanglar, birga bir qo'yib beramiz-da, barabar. Zачем qo'yish hozir video ko'rsatamiz? Bu patsanov video edi. Endi men urishni bilmayman. Oddiy odamman. Realno pastanovamidi yoki pastanovaga o'xshadi men ko'rganimda, realno. Pastanov, men yoqib berdim bu. Ha, oddiy ani. Ha, charchuvdim. Tezroq qilaylik dedim bu. Ne, так biz mana bratim bilan hozir white belt bizda faqat
Lekin уже bizga yellow belt beradi. Keyin oranжевый belt. Habib bilan svязda turibmiz hozir. Еще chiqaradi. Da. Anaqa White House'da bor-ku, White House'da. Hozirga chaqirishdi bizni, kстати. Bormadinglar. Special Короче, VIPga. birinchi kunda kelganda Jujusga aytishdi, sizlarning potensial вообще zo'r. Coach bo'lib beramizmi или Tapuraga? Ustoz bo'lib bering deb, Ha. Hamzatga o'rgating urishni. Ha. Ular aytishdi, dixalki zo'r, nima тренировка qilasiz dixalki deydi-da. Потому что вообще ko'p тренировка. Merab Duvalishviliga o'rgating deyshti, qanaqa urishni. Ha, Merab вообще yo'q bo'lib ketdi-yu, keyin ashi Merab yangi Ana mashina shekil. oldi-ku, men olib berdi o'ziga. aytdim bolalar, bir narsa kerak bo'lsa Cruiser olib Instagramda u yerda Yozsanglar baribir javob bermayman. set qo'ygan Ha, aytgancha onasi. Ikkinchi akkauntim bor. Okela, Telegramimga telefon qilmanglar. Telegramga yozmanglar. Ignor polniy bo'ladi. Kimdir ham telefon qurganda Zачем ты свой лик сделал А? в Telegram? В смысле? O'zingiz qo'yib qo'ydik kanal nima gruppasida. Da. Yo'q, men unaqa qilmadim. Eshitib turinglar. Men gruppaga yozsanglar, keyin Murodga yozing, Umidga yozinglar. Umidga yozinglar, savolinglar bo'lsa. Menga yozish shart emas, ignor polniy bo'ladi. Bu kibrga bel ketmagan. Kibr emas bu. Просто yoqmaydi-da. Endi bir xil savollar hamma bir xil savol beradi. Uni hamma savollarga javob bor, videolarda bor. Anaqa yoshli X-level anaqasida, bizning kanalimizning Telegramida hammasida bor. Hammasida yozib qo'yilgan. То есть bo'lmas narsaga telefon qilish shart emas. Lekin Nimani mana zakaz qilding. Matcha bu strawberry, mana mana. Не, мать, мать, чу. Я реально не буду. Матча это кофеин. Это не кофеин. Кофеин. Это travы. Matcha это koffeini bor ichida. Matcha bu strawberry mana. Bilmayman, menga yoqmaydi mana shu matcha nimagadir ham bor-ku. Siz endi rajo ichaverasiz. Matcha bu sizniki. Sizniki bu matcha bu strawberry. Astagfirullah, ты чё? У меня видео доказательства bor. Говори так. Видео доказательства bor. Matcha bu strawberry olganingiz, ichganingiz точно не буду, нет? Попробуй. Не так уж, да? Не. Aralashtirib olish kerak-da. Да. Видео доказательства там мы снимал, что ли, когда Да. заказали? Да. Когда Не, в Starbucks'da olgansiz-ku, Miami'da. Я не заказал просто это. Banana bu strawberrymi, nima edi? Banana Да, matcha я не yegansiz. заказал, это ты заказал. Это я men qildim, lekin ichmayman-da. Chista ham общий zakaz qilgani uchun qildim. Oxirgi payt O'zbekistonda Instagramda va TikTokda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, juda ko'p blogerlar stavkalarni va shunga o'xshagan harom yo'l bilan pul topish yo'llarini ko'rsatib ketyapti. Men sizlarga ko'p yoshlarga beradigan tavsiyam, ularni ko'rsatgan hayotiga va ularning gaplariga ishonmanglar. Ko'pi mana shunaqa stavkalarni reklama qilib, undan tashqari o'sha stavkadan topgan pulidan donationlar qiladi, ya'ni odamlarga yordam qiladi. U harom topgan pulidan qanaqa qilib yordam qilib shuni endi u bilmayman, menda unaqa logika ishlamaydi, balki ularning logikasi boshqacharoqdir, yaxshiroq ishlaydir. Lekin juda ko'p yoshlar shularni ko'rib, mana shunaqa qilsa bo'lar ekan. Mana bu stavkaga misol uchun Real Madrid bilan Barselona o'ynaganda $1000 Real Madridga tiksam 1,5 ming qilib olaman deb shu pulini yeb yurish juda ko'p mana shunaqa ishlar qilyapti. Men bu gaplarni nima aytib ketyapman? Birinchi bo'lib, unaqa yo'l bilan topgan pulingiz hech qachon yuqmaydi. Juda ko'plarni ko'rganman, juda ko'plar. Oyiga 50 ming, 60 ming dollarlab shu stavka orqali topardi, lekin oxiri yaxshi bo'lmadi hech qaysisini. Chunki birinchi bo'lib baraka bo'lmaydi, ikkinchi bo'lib odam harakat qilishni to'xtaydi, chunki narsalarga erishishdan уже erinadi, chunki undan ko'rasi kimlardan ham 10 ming dollar qarzga olaman-da, ikkita stavkam chiqsa 10 ming dollar qaytarib berib, o'zim 10 ming foydada qolaman. Mana shunaqa logika hozir juda ko'p O'zbekistonda vatandoshlarimiz bu kundan kunga ko'payib boryapti. Asosan Amerikada misol uchun Polymarket, Kalshiga o'xshagan veb-saytlar bor. Ularni research qilib ko'rsanglar, stavkalar не только Real Madrid, Barcelona futbol, basketbol, balkim havo bugun qanaqa bo'ladi? Bugun Trump chiqib, bugun havo yaxshi bo'ladimi yo'qmi? Yoki bugun Obama chiqib, ertalab eshigini ochib, pochtasi shunaqa yo'q narsalarga ham odamlar stavka qilib tashyapti-da. Shuning uchun endi dunyoni hozir qarab ketishi juda ko'p O'zbekistondagi yoshlar, juda ko'p O'zbekistondagi Instagram, TikTokdagi kontentlar ham westernized bo'lib ketyapti. Ya'ni west tomonga, ya'ni Amerikadan o'rganyapti. Meni beradigan tavsiyam unaqa narsalarga ishonmasdan iloji boricha Instagram, TikTokka kamroq kiringlar, chunki foydali kontent oxirgi payt yo'q desa ham bo'ladi-da, Instagramda ham, TikTokda ham. Chunki hamma o'zini akkauntida like'larni yig'gandan keyin ular orqali
misol uchun подписчик yig'gandan keyin ular orqali pul topishni o'ylaydi. Misol uchun men YouTube'da ham, Instagram'da ham yig'ishimdan maqsad prosta odamlarga ma'lumot berib ketish, o'zim nima qilaman va ko'plar X level ne unda qildingiz deyishligi mumkin. X leveldan hali 1 so'm foyda topganim yo'q. 1 so'm. Hamma pul shu Toshkentda agar viza olishsa, keyin oxirigacha pulni to'lashadi. Viza olishmasa bizda pulni to'lanmaydi. Biz hozirchalik yangi student olmaymiz agar registratsiya qilmoqchi bo'lsanglar ham, chunki hozirgi studentlar ko'payib ketgan, ularning dokumentlari chiqqandan keyin sizga viza chiqsagina biz sizni foydangizga olamiz. Atak uni olmaymiz, undan tashqari olmaymiz. Hamma pulinglar shu o'zingizning viza tayinlashinglarga, rasxodlarga ketadi, bizga bergan pulinglar. Shuning uchun men nima deb ketmoqchiman? Oson yo'l bilan topish pulni unaqa narsadan o'ylamanglar. U nimaga unda yashaydi odamlar? O'zingizlardan savol so'rab ko'ringlar. Agarda oson hamma narsani xohlayotgan bo'lsanglar, u nima maqsadda hayotda? Oson bo'lmaydi hech narsa hayotda. Shuning uchun iloji boricha naborot qanchalik qiyin bo'lib erishsanglar, shuncha maza qilasizlar shu narsadan. Misol uchun kambag'al odam nimaga o'ziga sel qo'yadi? Katta bo'yamda Lamborghini olaman yoki Ferrari yoki Porsche olaman. Chunki olgandan keyin ichi bo'shaydi, odam xursand bo'ladi. Agarda misol uchun nimaga boy odamlarning bolalari narkoman bo'lib ketadi? Chunki pulni o'zi mazasi yo'q. Narsaga erishganingizdan keyin men shuni ola oldim, shuni qila oldim degan odam o'ziga o'zi self belieflari orqali odam maza qiladi. Misol uchun ko'p boylarning bolalariga ahamiyat bersanglar, vashshe maza qilmaydi hech narsadan. Faqat shu kayf qiladi, narkotik, nasha chekadi, narkoman bo'lib ketadi va hokazo. Shuning uchun meni o'ylashim bo'yicha qanchalik siz hayotingizda qiyinchilik orqali narsaga erishsangiz, shunchalik dunyo qarashingiz o'zgaradi va shunchalik hayotning mazasini bilasiz deb o'ylayman. Shuning uchun iloji boricha toza yo'l bilan ishlab, o'qib, pul topishni o'ylaylar. Rajuni ham sekin uyga keldik. Hozir hamma uyma уже ketdi, ularni уже tashlab ham ketdi uyga qaytib. Rahmat bersanglar. Shu oldin kim ko'rgan bo'lsa, Rajuni mashinasi mana shu X7 Hamid. Миллион раз показал. Все, хватит, брат. Endi maqtanishni yoqtirasiz-ku. Oldu же, Все, хватит. Yoshlarga motivatsiya bering. Qanaqa Hamid o'zi? Мой второй аккаунт, где я бэшку выкидываю. Ha, tag qilib qo'yasiz, ikkinchi akkauntingizda. Maqtanishni yoqtirasiz-ku. Xo'p, shuning agarda video qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh yana chiqaramiz ko'proq videolar. Bir xillarida shu kontent olishga ideya ham qolmaydi-da. Да, ваши идеялар. Ideya bersanglar yaxshiroq bo'lardi. O'qishda emas, пожалуйста. Da, o'qish bo'yicha endi so'rasanglar, Rajudan so'ramanglar, chunki Raju o'qimaydi, o'qitadi. Никогда в колледж не ходил, никогда в университетке bormaganman. 9-klassdan ketganman. Maktabda bitirmagansiz? Successful. Rajuga o'xshamanglar. O'qiylar-da. Rajudagi ikkita akanglar bo'lsa, mayli shunaqa qilsanglar. То, чему вас научит улица, вас в школе не научат. Wow. Можно быть первым. Mayli. Keyingi videoda ko'rishamiz. Charchamanglar, ishlarga omad.